Yurtimiz ahli avvallardan islom diniga e'tiqod qilib kelgan va biz islom diniga Imom A'zam mazhablariga ko'ra e'tiqod qilib, amal qilib kelamiz va biz bundan faxrlanamiz, sevinamiz, suyunamiz. Aslida g'ayridinlar haqida nozil bo'lgan oyati karimalarni noto'g'ri talqin qilib, musulmonlarga qo'llab, musulmonlarni to'g'ridan-to'g'ri gunohkor, xatokor ham emas, birdaniga kofirsan deb atay boshlaganliklari bizlarni albatta tashvishga soladi. Aslida bu mudhish xatti-harakatga yoki jur'atga birinchi qadam tashlaganlar islom ummatiga eng katta zarar keltirgan toifa Havorish toifasi hisoblanadi. Endi payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomdan rivoyat qilingan hadis sharifga nazar tashlaydigan bo'lsak, u zot alayhissalatu vassalom biz musulmonni gunohi tufayli kufrda ayblamaymiz deya marhamat qilganlar. Bu Sahih Muslimda kelgan hadis sharifdir. Boshqa bir o'rinda payg'ambar alayhissalatu vassalom agar birov ikkinchi bir insonni kofirsan deydigan bo'lsa, aytgan gapi ikkisidan biriga bo'ladi. Ya'ni ikkisidan biri kofir bo'ladi. Tahrim surasi 8-oyat bilan so'zimizni davom ettirsak, Alloh taolo ushbu oyati karimada shunday deydi: Estaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha. Ey iymon keltirganlar, Allohga chinakam tavba qilinglar, deydi Robbimiz Haq taolo. Shu o'rinda diqqat bilan boqadigan bo'lsak, Alloh tavbaga buyurar ekan, avvalda nima deyapti? Tavba qilishliklari kerak bo'lgan odamlar o'zi kimlar? Xatokorlar tavba qiladi. Alloh taolo tavbaga buyurar ekan, ey iymon keltirganlar dedi. Demak, ey iymon keltirganlar degani bu ey mo'minlar degani. Alloh mo'min deb atagan gunohkorlarni sizlar ey havorijlar yoki ularning bugungi izdoshlari qanday qilib kofir deya olasiz? Mana sizga dalillar. Agar insofingiz, diyonatingiz bor bo'lsa, mana shu oyati karima va hadis shariflar qarshisida qanday tura bilasiz? Bizlarni agar ular bilim olsalar, o'rgansalar, shu yurtga juda ham katta ko'lamda xizmatlari, mehnatlari, foydalari tegishligi kerak bo'lgan yoshlarimizni qanday qilib aldashga, domingizga tortishlikka jur'at qilasiz? Aslida sizlar Allohdan qo'rqmaysizmi? Degimiz keladi. Ha, azizlar. Alloh aziz yoshlarimizni, butun yurtimiz ahlini hidoyatda, diyonatda, Imom A'zam mazhabiga ko'ra yashashlikda sobit qadam qilsin. Adashib toyilishdan barchalarimizni, xususan yoshlarimizni o'zi panohida asrasin.